Erim menga pul bermaydi. Hattoki uy ro'zg'or buyumlari uchun ham, hattoki ro'zg'orlik uchun ham doimiy undan pul so'rashdan charchadim. Nima qilishni bilmayapman deb hisoblayapsizmi? Unda keling, ushbu video darslik siz uchun maxsus tarzda yozilganligini his qiling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muslimam, yaxshimisiz? Doimo bitta gapni esingizda saqlang. Muammo bormi? Uni yechimlari doimo bor. Muammo bo'lib, uni yechimlari bo'lmagan hayotga kelmaganmiz. Muammolardan siqilishingiz sizdagi nabarat shu jarayonda uzoq vaqt qolib ketishingizga sabab bo'ladi. Xo'p, erkak nega ayoliga pul bermaydi? Ayol o'ziga ishlatmasa ham, hattoki uy ro'zg'or buyumlari uchun, uy ro'zg'or ehtiyojlari uchun, ro'zg'orlik uchun nega bermaydi? Keling, buni bir nechta psixologik sabablarini ko'rib chiqamiz. Ba'zi holatlarda ijtimoiy tarmoqlarda psixologlar ayollar eridan pul olishga ishlaydigan mutaxassis emas degan jumlalarni eshitib qolaman. Noto'g'ri. Bizni hayotimizda sodir bo'layotgan har qanday jarayon bizni ruhiyatimizda, bizni psixologiyamizdagi jarayonlarning ildizi hisoblanadi. Xo'p, erkak nega ayolga pul bermaydi? Axir o'zi nikohiga olib, ongli ravishda zagsdan o'tib, qabul qilib, boqishga qaror bergan-ku. Tam mahramlikka olgan-ku. Himoyaga, ta'minotga men javob beraman deya qaror bergan-ku. Nega olmayapti? Ko'rib chiqamiz. Birinchisi, eringiz sizga uy ro'zg'ori uchun, hatto ro'zg'orlik uchun pul bermaydi. Birinchi asosiy sabab tushuning. Eringizda bu modelni identifikatsiya qiladigan jarayon yo'q. Oddiy jaydari dehqonchasiga tushuntiraman. Sizni eringiz onalari, dadalari tomonidan pul olib, ehtiyojlari qondirilganini ko'rmaganlar. Ya'ni bu model yo'q, bu ssenariy yo'q, bu jarayon bo'lmagan. Insonning ongi esa aynan qaysi jarayonni ko'rsa, o'sha jarayonni o'ziga kopiya qilib oladi va unda o'sha faktorlar mavjud bo'ladi. Ya'ni bilmaydi. Sizni eringizni ongi uchun bunday jarayon yot tushuncha. Hattoki bo'lishi mumkin, qaynotangiz ko'p bor takror eringizga ayollarga pul berma, o'zing ishlat, ayoling puling haqida doim bilishi ham kerak emas degan jumlalarni hatto takrorlayotgan bo'lishi ham mumkin. Endi tushuning, otalari tomonidan aynan qanday ko'rsatma olinsa, farzand uni tarbiya va o'zidagi model sifatida ishlatadi. Demak, dadam aytdilar, ayolimga pul berishim kerak emas ekan degan tushuncha ularni onglarida sizga pul bermasliklari uchun iqrorlik tarzida ishlayotgan bo'lishi mumkin. Ikkinchisi, eringizni puli bor, sizga bermayotgan bo'lsa, nazoratni yo'qotishdan qo'rqyapti. Ba'zi erkaklar infantil tipaj, ya'ni bola pozitsiyasida, infantilistda saqlangan holatda yashaydi va ular ruhiyatda kamolatga yetmagan, lekin tanasi ulg'ayib ketgan bo'ladi. Dehqoncha tilga o'girganda eringizni dunyo qarashi detskiy rejimda qotib qolgan bo'ladi. Ya'ni eringiz xuddiki o'zini pullarini, o'zini buyumi va hech kim bilan bo'lishga, hech kimga berishga majbur emasdek. Agar pullari ketib qolsa, xuddi joni chiqadigandek siz bilan urushib ketishi mumkin. Demak, ikkinchi qoida, eringizni puli bo'la turib bermasligi, unda bola pozitsiyasi va pul ustidan nazoratni yo'qotishdan qo'rquv hisoblanadi. Uchinchisi, eringiz sizga pul bermayapti, chunki eringiz siz qilayotgan chiqimlar ro'zg'orga foyda emas, ya'ni bu investitsiya emas, zarar deb hisoblaydi, ya'ni chiqim deb hisoblaydi. Yoki siz eringizga ro'zg'orga qilinayotgan ehtiyojlarni, ehtiyoj darajasini va unga bo'lgan sizni ya'ni ayni paytda kerakligini his qildira olmayapsiz, ya'ni keraklik darajasini ko'rsata olmayapsiz, yoki eringiz ro'zg'orga ketadigan buyumlarda faqat ro'zg'orni tebratishda go'sht bo'lsa bo'ldi, kartoshka bo'lsa bo'ldi, non bo'lsa bo'ldi, yog' bo'lsa bo'ldi, qolgan narsalar kerak emas deb hisoblaydi. Ya'ni u buni bilmaydi, keraklik darajasini, sizni ehtiyoj doirangizdan xabari yo'q. O'sha uchun keraksiz chiqim deb qaraydi. To'rtinchisi, eringiz sizga pul bermaydi. Demak, bo'lishi mumkin eringizni ongida, to'g'rirog'i ong ostida, ongsizlik darajasida. Ayollar baribir tovuq miya, ular ro'zg'orni tebratishda va pulni rasxod qilishda ilmlari yetarli emas, pul boshqarish ilmini bilishmaydi. Yaxshisi meni o'zim hamma nazoratni, ya'ni haqiqiy kontrolni o'zimga olib, kirim chiqimlarni boshqarishim kerak. Ayolning qo'liga pul berish eng katta xato deb fikrlayotgan bo'lishi mumkin. Eringiz sizga pul bermaydi. Navbatdagi qoida bu.
pul bermasdan sizni o'ziga tobe qilishni boshqaruvchilik deb hisoblayotgan bo'lish mumkin. Ya'ni siz har gal uni adasi unga pul bering, bunga pul bering deb yalinib, ezilib so'raganingizda abuzer, narsist erkaklar va shu orqali o'zini erkakligini tasdiqlatmoqchi bo'lgan erkaklarda ha, demak men kerakliman, men muhimman, men boqaman da oilam degan tushuncha orqali boshqaruvchilik, rahbarlik hissini uyg'otayotgan bo'lish mumkin. Endi muslima, mani savolimga javob bering. Yuqoridagi qaysi omil sizni hayotingizda mavjud? Lekin bitta narsani tushuning. Bu hali eringiz pul bermasligida eringiz tomonidan ko'rilgan faktorlar. Hali siz tomoningizdan ham bir nechta faktorlar bor. Misol uchun bir nechtasini aytaman. Eringiz sizga pul bermasligida siz tomonidan qo'yilayotgan faktorlardan birinchisi bu siz ong osti darajasida menga bo'laveradi pozitsiyasidasiz. Ya'ni loyiqmaslik ongida. Ayol o'ziga loyiq ko'rmas ekan, erkak unga pul bermaydi. Yokida keyingisi, eringiz sizga pul bermasligida faqat eringiz tomonidan faktor mavjud emas, siz tomoningizdan ham bor. Ikkinchisi bu siz bu jarayonda meni haqqim yo'q programmasida yashaysiz. Bo'lishi mumkin onangiz o'zlariga vaqt ajratmaganlar, o'zlaridan pul qizg'onganlar, o'zlari uchun yashamaganlar, faqat uyim, bolam, chaqam, ro'zg'orim deb yashaganlar, siz ham eringiz kabi bu modelni olganingiz uchun ongsiz ravishda, yo'q, menga kerak emas, meni haqqim yo'q degan programmada yashayotgan bo'lishingiz mumkin. Men hali siz tomoningizdan qo'llanayotgan ikkita faktorni aytdim. Hali boshqalarini aytganim yo'q. Bu mavzu juda ham chuqur va ko'plab yechimlari bor bo'lgani uchun men Telegramda maxsus video darsi orqali, maxsus praktikalar orqali sizga yordam bermoqchiman. Agar bu mavzuni yana ham ko'proq va chuqurroq tushunmoqchi bo'lsangiz va aniq ishlaydigan yechimlarni qo'lga kiritmoqchi bo'lsangiz, Telegram kanalimga o'ting. Ya'ni men sizga hozir aynan mana shu videoni tagida izohlarda Telegram kanalim havolasini beraman. O'ting, biz u yerda faqatgina eringiz sizga pul bermasligi emas, xotin orasida munosabatlarni so'qlashtirishga sabab bo'layotgan qolgan barcha muammolar borasida ham yechimli, ham praktikali, ham savolingizga javob berishga tayyorman. Bo'lmasam, Telegram kanalimda uchrashamiz muslimam. Hoziroq pastdagi havolani bosing va Telegram kanalimga ulanib oling.